Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari hamda YouTube kuzatuvchilari. Mana yana bir stanogimiz tayyor holatda. Bu stanogimiz Xorazm viloyatiga ketyapti. Mana hozir bu stanogimizda qisqacha ishlash jarayonini ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Oldin mana bu pustoy holatda ishlashi, mana ovozlari judayam ovozi past, bemalol ishlash mumkin. Ishchilarga hech qanday shovqin mushat qilmaydi. Mana kesish o'zimiz uslubda qilingan kesish joylari. Hozir mana qisqacha ish jarayonini ham boshladik mana. Nima deysiz? Syomka olish jarayoni, ko'rsat chiqish jarayoni. Mana ishimiz chiqishni boshladi. Hozir mana tuprog'imizda kam tayyorlaganimiz hisobiga juda me'yorda emas, lekin eshitish sifati yaxshi, xudo xolasa. Agar ko'proq ob'yomda chiroyli qilib tayyorlansa, eshitish chiqish sifati bundan ham yuqori bo'ladi. Otabek